M6 avtomobilimizga ko'plab qulayliklar mavjud. Рассрочка deysizmi, avtokredit deysizmi, xohlagan tartibdagi to'lovlarni qilsangiz bo'ladi. Aynan Mirjalol aka nomidan kelgan klientlar uchun ham skidkalarimiz bor. O'zlariga kerakli bonuslarni biz albatta beramiz. Aynan Mirjalol aka kanalidan kelgan obunachilar. Xo'p, assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar? Umidimda charchamayapsizlarmi? Xo'p, do'stlar, oldingi safar ham kelgandik, Haval avtosaloniga va narx-navolarni ko'rsatib berishga harakat qilgandik. Xo'p, bu safar ham keldik. Bu safar yaxshiroq taklif bilan keldik, do'stlar. Videoga maksimal like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lmasangiz, ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna qo'yish obязательно esingizdan chiqmasin. Bugungi videomiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Hammamiz biz videoni boshladik. Xo'p, do'stlar, bugungi obzorimizni Bekzod aka qilib berishga harakat qiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Mirjalol aka, avtosalonimizga xush kelibsiz. Bu Haval daryo avtomobilimiz. Xo'p, 4 ta balon ham tortadi. Yo'l tanlamas mashinamiz shu. Yo'l tanlamas 4 ta oldi orqa tortadi. Albatta. Motori nechi buni? 2 turbina motor, 200 ot kuchi, 4 porshinlik Germaniya motori. Germaniya motori. 8 xil rejimda yuradi. Tog'larga ham xullas ketaveradi yani. Albatta. Tog'larga ham ketaveradi. Bu ranglari qanday ekan buni? Qorasi bu? Qora, oq, oranjiy bor, seri bor. Bu narxi qancha buni endi shunda? Buni narxi 430 million so'm. Bu premium varianti, prestiji bor. 400 million so'm. Ikki xil pozitsiyasi bor buni. Ikki xil pozitsiyasi bor. Albatta. Nechinchi pozitsiyasi shunda? Bu premiumi. Ikkinchi pozitsiyasi. Ikkinchi. Ha. Bo'ldi. Endi salon qismlarini ko'rsatib boramiz, qo'lingizda do'stlar. Salon qismiga keladigan bo'lsak, xo'p, sidenalar massaj qiladi, avogrif, abduf bor. Rullar ham qiziydi. Albatta, rullar qiziydi, soviydi. Sidenalar qiziydi, soviydi. Besprovодной bor. 15 dyumli monitorga ega. Head-up display bor. Besprovоднойлari bor aytganimdek. Xo'p, shayvali bo'ladi. Shayvalasi ko'rsan. Albatta. Keyingi shaklda juda ham do'stlar, bemalol kelib, o'zing uchun bo'lasiz. Xolodilnigi mavjud. Xolodilniklar bor ekan. Bu yoqda xolodilnigi bo'ladi. Hozir. Mana do'stlar, xolodilniklari bor ekan. Mana ko'rinish padronni do'stlar. Xo'p. Bu aytganimizdek, ikkita pozitsiyalardan ikkinchi, ya'ni full ekan do'stlar. Olloqqa tortadi. albatta. Bunga gaz qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi aka? Aka gaz qo'ysa bo'ladi, propan o'rnatsa bo'ladi. 500 litr bagaj sig'imi buni. 5 kishiga mo'ljallangan mashinamiz. Mana orqa tomonni ko'rsangiz bo'ladi. 220 volti bor. 220 volt. Haftasida avtomatik tarzda to'xtaydi, oldi orqa farqi yo'q. 360 kameraga ega. O'zini avtoparkovka qiladi, parkovkadan chiqaradi aka. Patroniklari zang o'tkazmaydi. Tog'li hududlarga mo'ljallangan. Udarlarga yaxshi bardoshli. Toshli hududlarga ham ketaverasiz. 18 dyumli balonlar. Endi buni xarajati qanaqa aka? Dandinlarga qanaqa? Xarajat aka yuziga shahar ichida 10 tagacha yeydi. Yuziga 10 tagacha. Shahar ichiga. 8 ta 9 tagacha trassaga danlilar yeydi. Bu Haval Jilyon avtomobilimiz Mirjalol aka. Bu 1.5 turbina motor bo'ladi. 150 ot kuchiga ega. 4 porshin. 150 ot kuchi, 4 porshin. Albatta. Ikkita oldi balon tortadi bunda. Oldi orqa. Oldi balon. Oldi balonni o'zi tortadi bunda. 360 kameraga ega. Bu nechinchi pozitsiyasi shunda? Bu 3-pozitsiyasi. Keyin pozitsiyada, rangida umuman muammo yo'q, optika bo'ladi. Hech qanaqa tafovut bo'lmaydi. Qanaqadir ustamalar qo'yilmaydi. Deylik, qora rangi, oq rangi farq yo'q. O'zlarining xohishlariga qarab chiqarib beramiz. Hamma ranglari mavjud salonimizda. Kerak bo'lsa, ichki salonlarining rangi ham, misol, bunda qora, oranjiy yoki bardoviy rang, misol, qizil rang qilib bera olamiz. Unda ham, albatta, unda ham hech qanaqa raziyamiz yo'q. Endi buni salon qismlarini ham ko'rsatib o'raydigan bo'lsak, mana bu. Xo'p. Slipovoy zonalari bor. Bunda ham xuddi aytganimdek, haftasida avtomatik tarzda to'xtaydigan tormozlar, datchiklari bor. Qo'yilgan chiqmalari, Sidena pamit bor. pamitlari ham bor do'stlar. Mana tepalarida Head-up display bor. Hamma sidenalar qiziydi. Shofyor sidena soviydi. Rollar qiziydi, soviydi. Mana bu yo'llar 65 xil rangda yonadi. Passiv-ga? Albatta. Besprovодной bor. 4 xil rejimda yuradi. Sport, eko, standart, qorli rejimi bor. Head-up displaylari bor. Tablo ham monitor. Qancha aka buni narxi? Buni narxi 330 million. 330 million yoki 329 900. 329 900 do'stlar. Bo'ldi.
450 litr bagaj sig'imi. Bunga metan, Ha. propan o'rnatib olsanglar bo'ladi. Metan, propan. Mana bagaj sig'imi. Bo'ladigan bo'lsa, bagaj sig'imini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qancha litr dedingiz? Xo'p. 450 litr. Bu yoqda zapaska ballonlari bor. Hamma kerakli uskunalar bilan jihozlangan. Mana bo'lsa, telefon qilib yana ma'lumot olsanglar bo'ladi. Hozir manzilni to'liq ko'rsatib boramiz bo'lsa, kelinglar. Foydalanib qolinglar. Hozir nimalar ham bor ekan bo'lsa, rasulshkalar o'shalarni ko'rsatib boramiz bo'lsa. Bu M6 avtomobilimiz. Ha. 3-pozitsiyasi. Bunda ham 3 xil pozitsiya bor. Birinchi pozitsiyasi mexanika korobka bo'ladi. Uni narxi 249 million 900 ming so'm. Ikkinchi pozitsiyamiz avtomat korobka komfort. 259 million 900 ming so'm. Buni narxi esa 279 million 900 ming premium. Premium. Ha, 1.5 turbina motor bo'ladi. 150 ot kuchi bunda ham. 4 portion, ikkita oldi ballon tortadi. Do'f amagrev. Shunday ma'nolar juda chiroyli ekan. Ikkita oldi sidena qiziydi bunda. Sizga qiziydi-a? Albatta, ikkita oldi sidena qiziydi. Ha, Luki bor. 808 litr bagaj sig'imi bo'ladi aka. 8 18 diskali ballonlar. har xil degancha bor ekan mashina. Beskulchoy dostupi bor aka. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham propan narxini qilsa bo'ladi. Albatta, bunga metan ham qo'ysangiz bo'ladi aka. Metan ham bo'ladi. Albatta. Bu rasxod qancha bo'lyapti aka? Rasxodi o'zi hech qancha emas. Birinchi ko'rsatganimiz Julion bilan buni rasxodi bir xil. Ha. Motor bir xil bo'lgani uchun 7 ta yeydi 100 ga. 107 ta. Trassaga. Mana 8 bir shahar ichiga yeydi. Agressiv bossalar ham 9 ta yeydi. 9 ta. Albatta. Uzog'i. Uzog'i 9 tagacha. Bagaj tarafini ham ko'rsat. Buni mana bagajini ko'rsatamiz. 8 litr bagaj sig'imi aka. Bu yoqda aytganimdek, haligi zapasniy ballonlari bor. Hamma narsalari bilan jihozlangan. Domkrat, misol, hamma uskunalari bor. Kerakli narsalar bor. Albatta, albatta. Xo'p, zadniy kamera bilan jihozlangan aka bu. Ko'rishingiz mumkin. Orqa tomon mana shu faralar hammasi yonadi. Bu tomonda ham yonadi aka. Hammasi. Bu yoqda ham o'ziga xos stoplinglari bor. Bular ham yonadi. Shoxi bor. Xullas, mashina juda ham chiroyli. Narxi ham o'shanga yarasha zo'r ekan. Oila uchun mo'ljaz avtomobilimiz bu. Xo'p, podyomlari baland misol buni. Ishlari ham keng. Isitish, sovutish tizimi yuqori darajada ishlaydi. Mana bo'lsa mashinalar. Germaniya motori bo'ladi. Germaniya motor. Albatta, Germaniya motori. Juda ham ishonchli xullas. Albatta. Bu avtomobilimiz Xitoy bilan Germaniya qo'shma korxona ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham hamma bir mashinamizning motorlari Germaniya motori. To'lovlar haqida ma'lumot bering. Eng qiziqarli, eng yaxshi joyga kelib qoldik. Akajon, xo'p, rastroshka xizmatimiz mavjud bizda. 4 yil muddatgacha o'zini pulini bo'lib to'lovga bor har bir mashinamizda. Har birida. Albatta, avtosalonimizdagi hamma mashinamizda bor. 4 yil muddatgacha o'zini pulini bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Avtokreditimiz mavjud. 21,5% dan M6 avtomobilimizni 5 yilga xarid qilishingiz mumkin. Yoki atiga 50 million so'mgacha bo'lgan mablag'ni to'lab 5 yilga xarid qilsangiz bo'ladi M6 ni. 50 million bilan olib chiqib ketsa bo'ladi. Albatta. Mana bo'lsa. Yana bir narsa bor, M6 da 50% to'lab 2 yilga o'zingizning nomingizga xarid qilishingiz mumkin. U ham 5% rastrochka. 5%. Albatta, Aloqa bank bilan. Mana bo'lsa. Bunaqa anavalari imkoniyatlari ham bor. Telefon qilinglar, bog'laninglar deganlar. Xo'p, Bekzod aka, endi bu mashinalarga 100% naqd pul bilan olib chiqib ketadigan bo'lsa, qanday analari bo'ladi, imkoniyatlari bo'ladi? Skidkalari. Dargo avtomobilimizdagi 100% to'lov qilib, 430 million so'm narxi, 15 million so'm skidkasi bor, qora rangiga. Agar oq rangini xarid qilmoqchi bo'lsalar, 100% to'lov qilib, 17 million so'mgacha skidka qilib bera olamiz. 17 million so'm. Albatta. Mana bo'lsa. Telefon qilinglar, bog'laninglar, olib ketinglar.